Buxgalter bilan tadbirkor o'rtasida ishonch bo'lmasa nima bo'ladi? Agar sizni buxgalteringiz bor bo'lsa, u jim ishlayotgan bo'lsa, siz bilan gaplashmasdan sizdan nimanidir bekitayotgandek his bo'ladi siz ham o'zini navbatida ayrim narsalarni aytmaysiz. Masalan, kalkulyatsiyani to'liq tarkibini aytmaysiz, chunki ishonmaysiz buxgalterga yoki boshqa ma'lumotlarni aytmaysiz. Natijada buxgalteriyada hamma narsa to'liq aks etmaydi. Tekshiruv kelganda qo'shimcha soliq chiqadi. Bunga buxgalter aybdor bo'lmaydi, потому что tadbirkor o'zi kerakli ma'lumotlarni bekitgan. Buxgalter tadbirkorga ishonmasa nima bo'ladi? Unda u faqat aytilgan ishni bajaraman deydi-da, faqat berilgan buyruq qiladi. Soliq xavflarini aytmaydi, natijasiga qancha bo'lishi mumkinligini aytmaydi yoki soliq optimizatsiyasi bilan shug'ullanmaydi, imtiyozlarni qo'llamaydi. Natijada ikkala tomon ham yutqizadi. Tadbirkor pul yutqizadi, buxgalter ishonchga kirmaydi, obro' e'tibor olmaydi, o'zini obro'sini yutqizadi. Yechimi oddiy, ochiq bo'lishi kerak munosabatlarda. Buxgalter, tadbirkor hamma operatsiyani buxgalterga aytsa, buxgalter hamma soliq xavfini aytib, risklarni, narxini hisoblab bera olishi kerak. O'shanda ikkala tomon ham yutuqda bo'ladi.